Biz Uyg'urni kutayotgan taqdir. Avtori Qiday. Uyg'ur millatini qandoq oqibatlarning kutayotganligini har bir Uyg'urning bilgisi keladigan qachon. Albatta biz ati nima bo'ladiganligini bilmaymiz. Ammo Alloh taolo ato qilgan aql va o'zimiz erishgan uchurlarga asosan ati nima bo'lish mumkinligini faraz qila olamiz va ati uchun plan tuzalaymiz. Xuddi biz atigacha yashay oladigan yoki yashamaydiganligimizni bilmaymiz-yu, vabo mazgilida yemak-ichmak bahosining o'sib ketishi yoki qis bo'lishini faraz qilib, uyimizga 1-2 oylik yemak-ichmakni akirib olganimizdek. Xo'sh, undaqda Uyg'urlarni qandoq oqibatlar kutyotidi? Tövəndə yüz beriş ehtimallığı bo'lgan 4 xil oqibat to'g'risidagi farzimni o'ttirg'a qo'ymoqchiman. Birinchi xil ehtimollik. Xitoy hukumatı uzun mazgilgacha farovonlik siyosatlar bilan ko'plab Xitoy ko'chmanlarini vatanimizga yerlashishga jalb qilib, Xitoylarni vatanimizdagi mutlaq ko'p sonliqqa aylantirishi mumkin. Va buni tezlashtirish uchun Uyg'urlarga xizmat fursati ta'minlab berish va ilg'or ma'rifda o'qitish bahonasi bilan Uyg'urlarni ishkirga yutkishi, hatto farovonlik siyosatlar bilan ishkirga yerlashishga jalb qilishi mumkin. Lagerdagilarning o'lguni o'lib, hayot qolganlarning bir bo'ligi umrining oxirini turmada o'tkazishi, yana bir bo'ligi yoki ishkirdagi zavodlarda ishlash va yoki singan ninni yeyish yo'li bilan vaqtning o'tishiga ergishib Xitoyga moslashib singib ketishi mumkin. Xitoylarning hili nayranglari va qattiq qo'l siyosati natijasida vatandagi Uyg'urlar yana 30 yildan keyin asosan Xitoylashib bo'lishi, 50 yildan keyin Uyg'ur tili va madaniyatidan asar muqammasligi mumkin. Muhojiratdagi Uyg'urlar bo'lsa, 3-avlodga borganda asosan o'zi yashayotgan davlatlarga yerlashib singib ketishi mumkin. Shundoq bo'lganda biz eng oxirgi Uyg'urlardan hisoblanamiz. Hozirgi holatimizda davom qilsak, Xitoy davlati parchalanmagan ahvolda yuz berish ehtimoliga eng chong bo'lgan oqibatmi shu. Ikkinchi xil ehtimollik. Xitoy iqtisodiy ish sur'atining ostilishi, chet eldagi yomon sifatli qarz va selinmalar, hukumatning ichki qarzi, uy-mulk bozoridagi ko'pikning yerilishi va bu sababdan ko'riladigan uy-mulk shirkatlari va shaxslarning bank qarzini qaytara olmasligi, eksport tijoratining kemiyishi, zavodlarning ko'plab taqilishi va bu sababdan kelib chiqadigan ishsizlik va uning sababidan kelib chiqadigan ehtimoli bo'lgan jamiyat qalaymiqonchiligi, kompartiya ichidagi manfaat guruhlarining huquq talashishi, g'arbning embargo yurgizishi degandek bir qator sabablar tufayli kelgusi 10 yil ichida Xitoy markaziy hukumatining kuchi ojizlab, yerlik hukumatlar tarafdan mustaqillik chekalishi mumkin. Agar hozirgi holatimizda davom qilsak, bu xil ahvol yuz berganda vatanimizda Xinjiang prezident bo'lgan, hozirgi hukumat sistemasining davomi bo'lgan Xinjiang Cumhuriyati qurilishi, bu xil ahvolda yangi hukumatni mustahkamlash uchun Xinjiang hokimiyati Uyg'urlarni keng ko'lamda qirg'in qilishi mumkin. Bu davlatda Xitoylar hozirgidan mubakkar xo'jayin, Uyg'urlar hozirgidan mubakkar qul bo'lishi, muhojiratga Uyg'urlar yanada taratqolada ohu zorimizni anglitishdan boshqa ish qilib bermasligimiz mumkin. Chunki u yerga qurol ko'tarib berib, vatanimizni ozod qildiganga muntizam armiyamiz yo'q. Tog'dagi qarindoshlarimiz berib urush qildimi deyli, yo'l ochiqmi? Bo'pti, qochoqmi, bodiqmi deyli? Vatanimizga qo'shni davlatlar bizlarni, o'sha davlatlarning tuprog'ida turib, dunyoning ikkinchi chong davlati va o'z davlatining eng chong qarz egasi bo'lgan Xitoyga qarshi urush ochqilib qo'yishga petina olami? Mencha oldi tarafdan biz Xitoyga hujum qila qilmayla, orqamizdan o'sha davlatning askarlari kelib, bizni etib Xitoydan tortib elishi mumkin. Ular bizga bir ko'zini qisvog'idek jur'atga ega bo'lish uchun Amerikadagi Xitoyga raqobat bo'la oladigan bir chong kuch ularning orqasida turishi, Xitoy bergan manfaatlarni bera olishi va shuning bilan bir vaqtda u davlatlar Xitoyni o'ziga qutqazg'uchi emas, balki tahdid deb qarashi kerak. Holbuki bundoq bir sharoitni tashviqot va siyosiy munosabatlar orqali vujudga keltirish tamoman mumkin. Ammo bizda bir markaziy organ borligi kelmay turib, bu maqsadga yetish ehtimolimiz intayin tuvan. Chunki siyosiy munosabatlar uchun bizga vakillik qiladigan bundoq bir organning bo'lishi shart. Demak, bu xil ahvoldami Uyg'urlar birinchi xil ehtimollikdagiga o'xshashla yo'qolib ketishi mumkin.
Uchinchi xil ehtimollik. Amerika boshchiligida G'arb va xalqarodagi bir qism davlatlar virusning dunyoga tarqalib ketishida Xitoyning mas'uliyati bor deganni tutqi qilib turib, Xitoyni to'lam to'lashga qisitishi, Xitoy unimasa, Xitoyni tijorat, energiya, texnika va xalqaro munosabatlarda tariyaga qisitishi mumkin. Bu xil ahvolda Xitoy vaqt o'tgan sari ojizlab, bir necha yilga qolmay G'arbga bosh egishga majbur bo'lishi, undoq bo'lmaganda mayli qanday sababdan bo'lsin, Xitoyning ma'lum chegarasida urush liniyasi ochilishi mumkin. Chunki Amerikaning xalqarodagi manfaatini qo'g'dash va zo'migarlik o'rnini saqlash uchun mayli bu urushning ichida biz bo'layli bo'lmayli, Xitoyni ojiziltib, o'ziga shilton atalmas qilib qo'yishga ehtiyoji bor. Va oldimizdagi 5-10 yil Amerikaning buni qiladigan oxirgi fursat ekanligi ta'kidlanmoqda. Masala biz ularni vatanimizning mustaqilligi, Amerikaning bu maqsadiga yetishining eng yaxshi yo'li bo'la oladiganligiga, bizning bir davlat qurishga layoqatimiz bor ekanligiga ishondira olamdik. Buningga biz tayyormi? Yo'q. Oldingi yozmamda deb o'tganimdek, bizda muhojiratliklar o'rtaq e'tirof qiladigan bir markaziy organ qurilib, umumiy da'voga yetakchilik va nazorat qilish rolini o'tab, xalqaro munosabatlarda bizning manfaatimizga vakillik qilmag'icha, bizning urush liniyasiga berib urush qilishimiz, boshqa davlatlarning manfaati uchun o'lib berish bo'lib qolishi, bizning kontrolligimizda bo'lmagan urushda cho'ng davlatlar o'z maqsadlariga yeta olsa yoki boshqa bir manfaat ustidan kelib qolsa, har zamon bizni setib etishi, tashlab etishi mumkin. Aksicha kurashlarimiz bizning manfaatimizni qo'g'daydigan bir markaziy organning yetakchiligida bo'lsa, biz o'limga tutib berilmaymiz, setib etilmaymiz va tashlab etilmaymiz. Bu organ har vaqt bizning manfaatimizni shu cho'ng davlatlarning tub manfaatlarining markaziy nuqtasiga bog'lashga tirishadi. Va bu orqali yordamning uzilmasligi va bizning setilib ketmasligimizni kapolatga ega qiladi. Cho'ng davlatlar bizning manfaatimizni o'z manfaatining markazida ko'ra olganda va bizning irodamiz va iqtidorimizga ishonalganda bizga qo'shni davlatlar bilan munosabat qilib, urush liniyasi echishimizga sharoitini o'zlari hozirlab beradi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning yaqinda O'rta Osiyo davlatlarini ziyorat qilib, u davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va davlat arboblari bilan birma-bir ko'rishib suhbatlashishi bizni bu nuqtadan umidlantiradi. Bizning masalamiz 2 yildan beri dunyo kun tartibining oldingi o'rinda turib keldi. Vaziyat tez sur'atda bizga foydali yo'nalishga qarab taraqqiy qildi. To'limi afsus, bizdagi chechilang'uliq sababidan bu fursatdan yaxshi foydalanmayotimiz. Hozir Xitoy virusi xalqaro kun tartibining oldiga chiqishi bilan bizning masalamiz biroz sovib qoldi. Agar biz bu masalaga jiddiy qarab, da'vo sepimizda inqilob xarakterlik islohot ilib bormasak, bu fursat bizni saqlab turavermasligi mumkin. Yana ta'kidlaymanki, fursat tayyorligi bolaga, tutolganlarga mansub. Qur'on Karimning 13-sura 11-oyatida har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi deyilgan. Biz hozirgi ahvolimizni o'zgartmay turib, qandoqmi mustaqillikni umid qila olamiz? Ajabo Allohning oyatlariga ishonmamdiq? Ishonsak nimishqa o'zimizni isloh qilmaymiz? Demak, ahvolimizni o'zgartmasak, hozirgi holimiz bilan bu xil ehtimollikdimi biz yanada millat bo'yicha yo'qolishdan saqlana olishimiz notayin. 4-xil ehtimollik. Bizda kelar yilning oxirigacha yuqorida tilga ilingan markaziy organ quriladi. Da'vo tinish shakldagi kurashni davom qilish bilan birlikda uzun o'tmay qurolli kurash bosqichiga qadam qo'yadi. Siyosiy qanot xalqaroni Xitoyga besim qilishga, embargo yurgizishga undash bilan bir vaqtda harbiy qanotning qurolli harakatlarini xalqaro sahnada haqliqlashtirib, xalqaroning harbiy texnika va aslaha yordamini qo'lga keltirish bilan birlikda kurash yo'llariga yeshil chiroq yoqib berishga tirishsa, harbiy qanot Xitoyning chet eldagi tijorat yo'llari va muhim aslahalarni vayron qilishdan tortib, vatanimiz chegarasida partizanlik urushi va keng ko'lamlik ozodlik urush qilishgacha bo'lgan alam qismini yaxshi o'rinlashga tirishadi. Xitoyning abdi bashirisining echilishi va bizning kuchab tashviqot qilishimiz natijasida xalqaroda Xitoyni insoniyatning dushmani deb qaraydigan muhit borliqqa kelishi, mustaqillik kurashimiz butun insoniyatning kurashiga aylanib, oldingi safda Uyg'urlar emas, boshqa musulmonlar va hatto dunyoning har qaysi joylaridan o'xshamagan millat va o'xshamagan dinlardan bo'lgan insonlar birlikda kurash qilishi mumkin.
Ayni bu kurash musulmonlar uchun farz va jannatga erishishning yo'li hisoblansa, musulmon bo'lmaganlar uchun insoniylik urushi hisoblanadi. Sovet Afg'oniston urushidan tortib Bosniya, Kosovo mustaqillik urushlarigacha va hattoki yaqinqi zamonlarda Suriya va Iroq tuproqlarida yuz bergan urushlarda chet ellik jangchilarning soni va o'ynagan roli xeyli og'ir salmoqni egallaydi. Uyg'urlarning mustaqillik urushidimi shundoq bo'lmaydi deb kim deyalaydi? Bu xil ehtimollikda biz tez bo'lsa 4-5 yilda, osti bo'lsa 10-15 yilda vatanimizni Xitoy mustamlikasidan ozod qilib, ona tuproqlarimizda oyul tuzliq ko'k bayroqni qayta lapildita olishimiz mumkin. Endi tuvandagi qissani ko'pchilikka eslatib o'tay. Hazrati Umar Sham diyoriga ketayotgan safar jarayonida Shamda vabo kesilining tarqab ketganligidan xabar tepib, maslahatchilar bilan kengashgandan keyin Shamga bormay, kelgan sahobalar bilan qaytib ketishni qaror qilgan qildi. Bu chaqda Abu Ubayda nomli bir sahoba, "Ey mu'minlarning amri, Allohning taqdiridan qochmoqchimi?" degan edi. Hazrati Umar, "Shundoq, Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochimiz" deb javob berdi. Vabo kesili Allohning taqdiri bilan yuz bergan. Uningdan saqlanishmi Allohning taqdiridan iborat. Hazrati Umar uningga misol keltirib mundaq degan: "Agar sening to'gilaring bo'lib, sening oldingda munbat zamin bilan qurg'oq qoqqoslik zamin bo'lsa, to'gilarni o't cho'plik zaminda boqsang, Allohning taqdiri bilan boqqan bo'lasan. Agar qurg'oq qoqqoslik zaminda boqsangmi, Allohning taqdiri bilan boqqan bo'lmamsan" deganda Abu Ubayda shundoq deb javob berib qoyil bo'lgan. Allohning taqdiri haq. Allohning taqdiri shaksiz ijro bo'ladi. Biroq u taqdir Allohning koinotda bekitgan qonuniyati va Alloh yaratgan sabablar orqali ijro bo'ladi. Oyat qonuniyatlari bilan sabab choralar Allohning umumiy taqdiridan parchalanmaydigan bir qismidir. Endi temaga qaytib kelsak, yuqorida o'tirg'i qo'yilgan 4 xil ehtimollikning mayli qaysi beshimizga kelsin, o'xshashli Allohning taqdiridir. Undaqda biz qaysi taqdirga qochamiz? Allah bizni pat fursatda o'zimizni isloh qilishga, mustaqillikka loyiq bo'lishga va vatanning mustaqilligini bu umrimizda ko'rishga nasib qilsin. Bu zulm, bu musibat, bu sharmandachilik biz bilan ketsinki, avlodlarimizga miros qolmasin. Askartish. Yozmaning uzrab ketmasligi uchun amalba ixcham yezishga tirishdim. Yozmada o'tirg'i qo'yilgan yil sonlari ko'pchilikning tushunishiga oson bo'lsin uchun yezib qo'yildi. Vaziyatning taraqqiyotiga asosan uningdan qisqaroq vaqtda yuz berishimi, uzunroq vaqtda yuz berishimi, hatto yuqorqilardan sirt boshqa bir taqdir bizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Qani biz faraz qilaligimizcha tayyorlik qilib boqayli. Sabab bizdan, natija Allohdan. Men farzimni o'rtoqlashdim. Qani qarindoshlarim, sizningmi farqli farazlaringiz bo'lsa, o'rtoqlashing. Har xil ehtimolliklarga birlikda tayyorlik qilayli. 2020 yili 4-oyning 19-kuni